Olim fondi YouTube sahifasiga xush kelibsiz. Taklif uchun katta rahmat. Olim fondiga sizni nima aloqangiz bor? 20 yil oldingi yoshlarni taqqoslaydigan o'zi bilimi, kuchi bilan istalgan ishni qilishga tayyorman. Olim sababli bo'lganligi uchun joylarga real so'zni o'zi hozir Talaba hayotida qanchalik muhim? Garvard qilgan Universitetlar talabalar uchun g'arbdan kelgan texnologiyalar orqali bugun kun bilan emas, kelajak bilan yashashlari kerak. To'xtamaslik kerak, chunki dunyo shiddat bilan o'zgarib ketyapti. Bizni ajdodlarimiz, bizni qadriyatlarimizda so'z bergandan keyin bajarilishi kerak. Chunki bajarilmasa ishonch yo'qoladi. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum. Olim fondi YouTube sahifasiga xush kelibsiz. Olim fondi tomonidan yangi loyiha, ya'ni YouTube sahifasi uchun podkast loyihasiga biz qo'l urdik. Bu orqali talabalarni qiziqtirgan dolzarb mavzular asosidagi savollarga yoki turli xil ularni qiziqtirgan savollarga ekspertlarimiz tomonidan javob olib boramiz va bugungi mehmonimiz biz bilan juda ham katta tajribaga ega bo'lgan mutaxassis, Olim fondi eksperti, tilshunos, amaliy tilshunoslik bo'yicha fan doktori, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, professor hamda xorijiy tillarni o'rgatish va amaliy tilshunoslik xalqaro ilmiy nazariy jurnali bosh muharriri Azamat Akbarov bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Taklif uchun katta rahmat. Rahmat siz uchun. Bugun xudo xolisa talabalarimiz tomonidan juda ham qiziqarli savollar tayyorlab qo'yilgan va bugungi bizni podkastimizni mavzusi AI davrida talabaning qadri, universitet uni ishga tayyorlayaptimi yoki zaiflashtiryaptimi? Avvalo eng birinchi o'rinda mana shu savolga javobingizni ustoz bir bilsak. Haqiqatdan juda dolzarb bir savol, ya'ni bu savolni fundamental negizida talabani qanchalik kelajakka tayyor ekanligini universitetdagi masalan o'sha olib boriladigan sifatli ta'lim qanchalik yo'lga qo'yilgan. Umuman o'zi bir savol beradigan bo'lsak, ya'ni o'zi hozirda qanchalik universitetlar kerak? Ya'ni shunaqa savolni ham berishimiz mumkin bu savol bilan birgalikda. Chunki globalizatsiya davrida va raqamli texnologiyalar o'ta shiddat bilan rivojlangan bir davrda, ya'ni oldinlari har 10 yilda, 15 yilda masalan o'sha kasbiy ko'nikmalar o'zgaradigan bir davrda, hozir bu oylarga tushib qolgan. Ya'ni har oy, har hafta juda ko'p narsalar o'zgaryapti. Shuning uchun hozirgi vaqtda yoshlar va 20 yil oldingi yoshlarni taqqoslaydigan bo'lsak, 20 yil oldingi yoshlar universitet tugatib qo'liga diplom olgan vaqtida 100% ish bilan ta'minlanardi va uzoq vaqt ishini yo'qotmay turib ma'lum bir barqaror hayotini yashay olardi va o'sha yuqori oylikka ham ishlay olardi. Hozir u davrlar o'tib ketdi, chunki haqiqatdan universitetlar ishlab chiqarish bilan hamnafas bora olmayapti. Amaliyot yo'q, yetarli darajada emas. Masalan, karyera markazlari ishlay olmayapti hozir. Oldinlari o'sha bank sohasimi yo boshqa sohalarmi, qishloq xo'jalikmi, bularni kelajagini prognoz qilish juda osondi. Chunki texnologiya yo'q davrda bular hammasi ishlagan. Hozir esa buni prognoz qilish o'ta qiyin. Ya'ni masalan o'sha sun'iy intellekt davrida qaysi kasblar bizga kerak ajabo? Ya'ni biz 2025-yil sentyabrda 100 minglab talabalarni universitetlarga qabul qildik. Ya'ni bu yo'nalishlar ajabo 4 yildan keyin bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ya'ni 4 yildan keyin agar bu yo'nalishlar umuman na bozorda, na ichki masalan muhitda kerak bo'lmaydigan bo'lsa, unda 100 minglab yoshlar ishsiz qoladi. Demak, universitetlar 4 yil ko'r-ko'rona, ya'ni kelajakka asoslanmagan na tadqiqot, na so'rovnoma olib bormaganligi uchun o'sha yo'nalishlarni majburiy ochib qo'yadi. Bu esa o'z navbatida 4 yildan keyin haligi o'ziga ishonchini yo'qotgan va kelajakda bir ish o'rniga ega bo'lmaydigan ishsiz, oliy ma'lumotli yoshlarni bozorga chiqaradi va ular ko'nikmalari yetarsiz bo'lganligi uchun qanaqadir bir tushkunlikka tushib, ya'ni hayotini eng o'sha muhim bo'lgan qismini bir pessimizm bilan, umidsizlik bilan boshlashadi. Demak, sun'iy intellekt davrida universitetlar agarki ular kelajakka
asoslangan holda va o'sha tadqiqotlarga asoslangan holda yo'nalishlarga talabalarni qabul qiladigan bo'lsa, bu universitetlarni kelajagi bor. Shuning uchun men o'ylaymanki, hozirgi davrda ya'ni bilimga asoslangan jamiyatda yashayapmiz. Bu degani yillar oldin, masalan 20 yil oldin, 30 yil oldin haqiqatdan bilim bu universitetlardan chiqardi. Ya'ni universitetlar bilim markazi hisoblanardi. Hozir u davrlar o'tib ketdi. Hozir biz bilimga asoslangan jamiyatda yashayapmiz. Masalan, sizni shaxsan o'zingiz ham bilimni faqat universitetdan emas, atrof muhitdan olishingiz mumkin. Turli xil podkastlardan, YouTube'lardan, Wikipediyalardan, onlayn jurnallardan va umuman olganda ma'lum bir universitetlarni qanaqa bir bepul kurslardan olishingiz mumkin. Masalan, men o'ylaymanki, hozirgi global davrda HR yo'nalishini o'qish uchun 4 yil ma'lum bir universitetda o'qish shart emas. Shunday. HR ni o'qish uchun sizni masalan shu intensiv 3 oy, 4 oy, 5 oylik nima deydi, executive kurslar deyishadi. Mana shu kurslardan o'sha HR ko'nikmalariga ega bo'lishingiz mumkin. Demak, bilimga asoslangan jamiyatda universitetlar o'ta ko'p ensiklopedik bilim berish shart emas. Va afsuski, universitetlar hozir talabalarga mana hozir kamida bir semestrda 7-8 ta fan bo'ladigan bo'lsa, yoki 6-7 ta fan bo'ladigan bo'lsa, bir yilda 14 ga yaqin, 10 dan ziyod fan o'qitishadi. 4 yilda bu 40 dan ziyod, 50 ga yaqin fanlar. Lekin bu fanlar qanchalik bozorda kerakli hisoblanadi, qanchalik talabalarni kelajakka tayyorlaydi. Shuning uchun bu yerda katta savol turibdiki, universitetlarni o'zi kelajak uchun tayyormi, yo'qmi? Va universitetlar hozirgi kunda agar talabalarni ishsiz bir haligi statusda bitirtirib qo'liga diplom beradigan bo'lsa, bu o'ta abgor holat. Ya'ni biz buni mana yoshlar ishlari bo'yicha agentlikni yaqinda bir o'ta yaxshi, men nima deydi, qoniqarli baho beraman bunga. Bir so'rovnomasi chiqdi. Ya'ni ular bir tadqiqot olib borishdi va o'sha tadqiqot natijalariga ko'ra, tasavvur qiling, 700 mingga yaqin bitiruvchi bitirar ekan har yili va bor yo'g'i 300 mingga yaqin ish o'rinlari yaratiladi. Qolgan 400 ming esa? Qolgan 400 ming esa ishsiz. Shunday. Ya'ni bu degani har 4 tadan bitta talaba ishga kirish imkoni bor. Bu ham huquqshunoslik, moliya yo'nalishi, ta'lim yo'nalishi. Ya'ni bu o'ta ayanchli raqamlar hisoblanadi. Ya'ni universitetlar unda qandaydir bir o'qituvchilarni oylik oladigan va pensiyaga chiqadigan, nafaqaga chiqadigan qanaqadir platformaga aylanib qolgandek his qilaman. Shunday. Demak, o'z-o'zidan bir masala ayon bo'lib qolyaptiki, talabalar %100 universitetga ishonib, ya'ni universitet meni kelajagimni o'zgartiradi, menga bilim beradi degan tushuncha bu noto'g'ri deb hisoblayman. Bu sun'iy intellekt davrida. Chunki savol berishimiz kerak, universitetda ishlaydigan necha foiz o'qituvchini o'zi sun'iy intellektni yaxshi tushunadi va sun'iy intellektdan do'st. Ya'ni sun'iy intellektni silabusga olib kirmagan, o'quv-xonalariga olib kirmagan universitetlarning kelajagi yo'q. Bular faqatgina mana o'sha diplom paradoksi bor. Ya'ni oliy ma'lumotli ishsizlar armiyasini yaratib beradi bular. Va ishsizlar armiyasi degani bu shaxsan davlatimizni innovatsiya eksport davlati emas, tashqaridan o'sha bilim fan innovatsiyani importyor davlatga aylantiradi. Ya'ni bizni qaramligimizni oshiradi. Va hozirgi davrda, turbulent davrda dunyoda bo'lib o'tadigan mana juda ko'p hozir konfliktlar bor, ma'lum. Va u shu narsani ko'rsatib beryaptiki, o'zini tashqaridan qaram bo'lmagan va o'zini o'sha ma'lum sohalarni rivojlantirgan davlatlar haqiqatdan ham o'zini o'sha global dunyoda o'zini mavqeiga ega bo'lmoqda. Buni teskarisi, masalan, o'sha ilm fanni tashqaridan sotib oladigan davlatlar va importyor o'sha innovatsiyalarni import qiladigan davlatlar, afsuski bular zaif davlatlar hisoblanadi. Shuning uchun xavfsizlik bo'yicha men o'ylayman, birinchi navbatda ilm fanga va uni global dunyodagi o'sha indikatorlari, ya'ni
sizni agar masalan global innovatsiya indeksi bor. Bu yerda o'sha kreativlik, ta'limning umumiy sifati bularni hisobga olishadi. Ya'ni universitetlar qanchalik kuchli bo'lsa va bilimini tashqariga sota olsa, shundagina sun'iy intellekt davrida ham talabalar o'sha ish imkonlariga ega bo'lishadi va eng muhimi o'zini bilimini va ilmini o'sha boshqa davlatlarga o'tkaza oladi va buni sota oladi. Bu juda muhim hisoblanadi. Buni hozirgi davrda o'sha bozordagi ish imkonlarini ham ko'rsak bo'ladi. Masalan, o'sha Headhunter platformalari bor. Ba'zan o'qib inson afsuslanadiki, masalan, o'sha dunyoda muhim hisoblangan yo'nalishlarni bitiruvchilarni bizda afsus shunday bir e'lonlarni o'qib qolasizki, ya'ni o'sha Headhunterda rezyumesini yozib tashlab ketgan yigitlarni ba'zan haligisini o'qiyman. Ya'ni istalgan ishni qilishga tayyorman deb yozib qo'yishadi. Ya'ni muhimi shu ishga kirib olay deb. Ishga kirib olish uchun. Ishga kirib olish uchun, ya'ni istalgan ish. Buni o'qishi o'zi ayanchli, ya'ni bu bir fojia, ya'ni tasavvur qiling, bir texnik yo'nalish yo boshqa bir yo'nalishda dunyoda kerakli bo'lgan yo'nalishlarda bizda talabalar ba'zan ish topolmaydi. Ish topolmagandan keyin istalgan ishni qilishi mumkin deydi. Ya'ni office manager bo'lishi mumkin yo qanaqadir bir oddiy bir, ya'ni muhim malaka kasb etmaydigan qanaqadir ishni qilishga ham tayyor. Holbuki bular 4 yil davomida dunyoda o'ta kerakli bo'lgan sohalarda o'qishgan. Shuning uchun men o'ylayman, universitetlar bundan buyoq talabani qandaydir bir kelajakka tayyorlay oladigan bir maskan deb %100 bunga ishonmaslik kerak. Chunki sun'iy intellekt buni ko'rsatib berdi. Va hozirgi global sharoitda oliy ma'lumotli ishsizlar ko'paymoqda. Bu nimadan dalolat? Demak, o'sha oliy ma'lumotli insonlar, ya'ni yoshlar muhim bo'lgan ko'nikmalarga ega bo'lmaganligi uchun bozor ularni qabul qilmayapti. Ya'ni yoki ular o'ta past oylikka ishlashi mumkin, majburiy holda. Shuning uchun sun'iy intellekt va raqamli dunyoda kelajakni ko'ra olmaydigan universitetlar afsuski talabalarni mana shunaqa bir ishsiz, umidsiz va kelajakka bo'lgan o'sha ishonchini so'ndirishiga sabab bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Tushunarli. Hop, bizda keyingi savolimiz. Eng avvalo biz aytdikki, Olim fondi eksperti deb sizni tanishtirdik. Shu o'zingizni yanada yaqinroq tanishtirsangiz va Olim fondiga sizning nima aloqangiz bor? Qanday qilib siz Olim fondi eksperti bo'lib qolgansiz? Haqiqatan juda yaxshi savol berildi. Men Olim fondi ma'lum biz uchun juda qadrli bo'lgan inson va umuman ilm fanga butun hayotini bag'ishlagan va chet elda olgan ma'lumoti, bilimi va innovatsion g'oyalarini o'zini vataniga tatbiq qilish uchun o'zini vataniga qaytgan va shu yerda xizmat qilgan rahmatli Hasanov olim haqida gap ketyapti va shuni nomiga berilgan bir fond. Olim Hasanov bilan men shaxsan tanishman. Biz rahmatli olim Hasanovni o'limidan 1 yil oldin biz ko'p uchrashardik va bu pandemiya vaqtiga ham to'g'ri kelib qolgandi. Mana shu vaqtlarda olimni eng katta g'oyasi bu chunki o'zi bilimi, kuchi bilan intilib o'sha Yevropani eng va Osiyoni eng ilg'or progressiv universitetlarda tahsil olganligi uchun va bu tahsilning qiymatini juda yaxshi anglab tushunganligi uchun boshqa o'zbekistonlik talabalarga shu imkonni yaratish va kelajakda universitet ochish, kelajakda yoshlarga katta imkonlar yaratiladigan platformalarni yaratish haqida biz bilan soatlar suhbat qilganmiz, uzoq suhbatlar qilganmiz. Va men o'limidan bir 2-3 kun oldin biz uchrashganimizda xuddi bir sezgandek aytgandi. Ya'ni Azamat aka, men shu g'oyalarga ishonaman va shu g'oyalarni
birga olib borishimizga ishonaman degan holda xuddiki bir kelajakda u boshlagan ishlar to'xtab qolmasligi uchun xuddiki shu ishlarni davom ettiradigan bir vasiyatini qilib aytgandek his qilgandim bu narsani. Va afsus o'lim haq va olim bizdan, ya'ni bu foniy dunyodan biz yonimizdan ayrilgandan keyin man o'sha uni tiriklik davrida u ishongan o'sha viziyaga, missiyaga va aniq maqsadlarga o'zi bu narsaga ishongan holda biz ko'p gaplashganimiz uchun man mana shu ishlarni davom ettirish niyati bilan shu fondni ishlariga ko'ngilli sifatida yordam berib kelmoqdaman. Chunki rahmatli Olim Hasanovni maqsadlari va o'sha ideyalari bu hozirgi global dunyoni istalgan va global dunyo taqdim etgan xalqarolashuv jarayonining bir parchasi. Ya'ni bu yerda o'sha yumshoq ko'nikmalarga, soft skillsga ega bo'lgan, o'ta progressiv, tanqidiy fikrlar oladigan yoshlar, juda ko'p xorijiy tillarni bilgan yoshlar, dunyoda juda nima deydi, nufuzli bo'lgan yo'nalishlarda talabalarni o'qib va kelajakda ham o'ziga, ham oilasiga, ham vataniga qo'shimcha qiymat qo'sha oladigan yoshlarni tarbiyalaydigan bir fond. Va man mana shu fondda har bir talabani, yangi talabaga grant berilganda o'sha talabalar bilan uchrashganimda xuddiki ko'z oldimga olim kelgandek bo'ladi va olim xuddi men bilan o'sha oxirgi suhbati esimga tushadiki, Azamat aka, bu ishlar davom etishi kerak, biz buni albatta davom ettiramiz degan tushunchasi, gaplari xuddiki har bir talabani siymosida men shu narsani ko'raman va bu narsa menga 2 barobar nima deydi, quvonch baxsh etadi. Chunki birinchidan olimni o'sha istalgan maqsadlar davom etyapti va ikkinchisi olim orqali o'sha qaysi bir bizni O'zbekistonning turli burchaklaridan qaysi bir talabaga bu grant berilgandan keyin uni ko'zdagi quvonchni ko'rib o'zim ham quvonamanki, to'g'ri olim jismonan yonimizda emas, lekin olim orqali o'sha yoshlar o'zini istagan ideallarga erishyapti. Ya'ni oliy ma'lumotli bo'lish va dunyodagi o'sha progressiv bilimlarga ega bo'lish olim sababli bo'lganligi uchun men xursandman va imkon qadar shu fondga yordam berish oqibatida men ham qanaqadir bir o'ta kelajagi va missiyasi xayrli bo'lgan bir ishga o'zimni safarbar qildim va albattaki olim bilan bo'lgan o'sha suhbatlarimizni hozir ham qandaydir bir mahsulotini ko'ryapman. Bu mahsulot bu sizlar, ya'ni o'sha fondning talabalari, chunki sizlar olgan qadriyatlar sizlar kimgadir baxshida aytasizlar. Ya'ni chunki ertaga sizlar ham universitet tugatib, ma'lum bir joylarga borib ishlagan vaqtlaringizda hamma vaqt bir narsani eslaysizlarki, ya'ni ma'lum bir shaxs fondi orqali men mana shu pozitsiyalarni qo'lga kiritdim. Demak, men ham buni davom ettirishim kerak. Ya'ni bu xuddi knowledge transfer, ya'ni bilimni boshqalarga ulashish, yaxshilikni, xayrli ishlarni boshqalarga ulashish. Shuning uchun men shu fondda ekspert sifatida faoliyat yurityapman. Tushunarli. Xo'p, bizning navbatdagi savolimiz: universitetlar talabalariga sun'iy intellektdan foydalanishga ruxsat berish kerakmi? Hozir zamon bilan hamnafas faoliyat olib borayotgan turli xil sohalardagi xodimlar sun'iy intellektdan juda samarali foydalanadi. Shuni inobatga olib, universitetlar talabalariga sun'iy intellektdan foydalanishga ruxsat berish kerakmi deya bir anonim tarzda savol yuborishgan ekan. Bu xuddi anaqaga o'xshaydi savol, ya'ni ingliz tili imtihonida lug'atdan foydalanish mumkinmi degan savolga o'xshaydi. Rivojlanadigan bir davrda, globalizatsiya davrida ma'lum bir
ma'noda taqiq qo'yish yaxshi emas. Shunday. Shuning uchun men o'ylaymanki, sun'iy intellektni foydalari ko'p va shu jumladan zararlari ham ko'p. Shunday. Ya'ni zararlari odatda tambal insonlar uchun zarar, o'ta zarar. Tambal o'zi tambaldi. O'zi tamal o'zi shuni xohlash. Shuni ya'ni sun'iy intellekt orqali o'ta super tambalga aylanadi. Bu o'ylaymanki, hozirgi davrda ya'ni ijtimoiy tarmoqlar haqiqatdan ham insonlarni o'ta tamballashtirdi va o'ta o'sha progressiv, tanqidiy fikrlashni o'ldirmoqda. Demak, universitetlarni sun'iy intellekt taqiqlashi yaxshi emas deb o'ylayman. Chunki o'ziga ishongan universitet o'qituvchilar sun'iy intellektdan qo'rqmaydi. To'g'ri, masalan, 20 yil oldin siz auditoriyaga kirib istalgan ma'lumotni berishingiz mumkindi. Talabani buni tekshirish instrumentlari yo'qdi. Talabaga siz nima aytsangiz shuni qabul qilardi, chunki kitob bitta. Bir nusxa kitob bor, 1000 ta talabaga kitobda yozilgan va domlaning aytgan narsasi to'g'ri va haq chiqardi. Va o'qituvchi o'sha sessiyadagi, ya'ni o'sha imtihon davrida o'zi auditoriyada aytgan ma'lumotlarni tekshirish uchun ham o'sha savollarni masalan oraliqqa, yakuniga kiritardi. Hozir u davrlar o'tdi. Siz masalan auditoriyaga kirib istalgan ma'lumotni bera olmaysiz. Chunki talaba o'sha vaqtning o'zida ChatGPTdan bu narsani sun'iy intellekt tekshirib haligi qiladi. Shuning uchun men o'ylayman, hozir butun dunyo aynan sun'iy intellekt bilan rivojlanishda davom etmoqda. Ya'ni hozir biz Amerikada, Xitoydagi har kuni sun'iy intellekt bilan bog'liq kashfiyotlarni ko'ryapmiz. Ya'ni sun'iy intellekt, tasavvur qiling, inson uchun xavfli bo'lgan kasblarda, inson uchun xavfli bo'lgan holatlarda sun'iy intellekt bilan yaratilgan robotlar ishga tushdi hozir. Masalan, bu o't o'chiruvchilar bo'lishi mumkin, yo qayerdadir zilzila bo'lgan bo'lishi mumkin, qayerdadir boshqa narsa bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki mana aqlli shaharlar. Aqlli shaharlarni boshqaradigan hozir sun'iy intellektlar juda rivojlanib ketyapti. Ya'ni o'ta katta ma'lumotlarni qisqa vaqt, soniyalar ichida tahlil qilib sizga 100% to'g'ri bo'lmasa ham 90% ga yaqin to'g'ri ma'lumotni bera oladi sun'iy intellekt. Bu ya'ni birinchidan resurslarni, ya'ni safarbar qilishda sizga tejamkorlikni o'rgatadi. Demak, sun'iy intellekt bu kelajak va sun'iy intellekt bu masalan o'sha inson omilini imkon qadar kamaytirishga harakat qiladi. Bu juda muhim narsa hisoblanadi. Chunki sun'iy intellekt orqali jamiyatda farovonlik paydo bo'ladi. Ya'ni minglab xatolarni sun'iy intellekt orqali siz kamaytirishingiz mumkin. Bu juda muhim hisoblanadi. Endi biz sun'iy intellekt haqida gapirganda o'ta primitiv tushunchalarga ba'zan ega bo'lamiz. Sun'iy intellekt faqatgina qanaqadir promptdan savol berish, qanaqadir javob olish tushunchalari bor bizda. Chunki biz hali sun'iy intellektni G'arbda yoki Yaponiyada ishlatilgan darajada ishlata olmaymiz baribir. Ya'ni sun'iy intellekt u davlatlarda o'sha juda ko'plab industriyalarga kirib borgan va sun'iy intellekt orqali butun texnologiya boshqariladi. Bizda hali u davrgacha kelmadik. Biz sun'iy intellekt deganda ko'proq masalan imtihon vaqtida qanaqadir savol berib javob oladigan bir tushunchaga egamiz. Shuning uchun men o'ylayman, sun'iy intellekt bu o'ta kerakli narsa va u bilan do'stlashib, unga to'g'ri savol berib va albatta bergan javobini tahlil qila oladigan yoshlar kerak bizga, tanqidiy fikr oladigan. Ya'ni sun'iy intellektga siz savolni berib, javobini olib, o'sha javobni ishlatishingiz noto'g'ri aslida. Chunki javob sun'iy intellekt internetda bor bo'lgan ma'lumotni olib, tahlil qilib sizga beradi. U ma'lumotlar ba'zan noto'g'ri kiritilishi ham mumkin. Shunday. Ya'ni bu fact checking deydi. Qaysi ma'lumotni check qilmay turib, ya'ni uni to'g'ri noto'g'riligini sun'iy intellekt ba'zan tekshira olmaydi. Shuning uchun internetda ba'zi insonlar bila turib yolg'on ma'lumot kiritishadi internetga va o'sha internetdan olingan ma'lumotni tahlil qilib beradi. Men o'ylayman, sun'iy intellekt bu kerak, sun'iy intellekt bu kelajak va sun'iy intellekt, robototexnika, inklyuziv ta'lim, barqaror rivojlanish, xalqaralashuv, globalizatsiya, raqamli davr
raqamli savodxonlik, bular kelajak. Bu ko'nikmalar bu kelajak. Buni bilmagan yoshlar albatta ishsiz qoladi. Sun'iy intellekt hech qachon bir o'qituvchini yo qaysi bir kasb egasini almashtirmaydi. Uni joyiga borib dars o'tmaydi. Sun'iy intellekt siz yuklamangizni kamaytiradi va sizni o'ta professional, interaktiv va o'ta boy strategiyaga ega bir xodim sifatida namoyon etadi. Shuning uchun sun'iy intellektni bilmagan inson ishsiz qoladi, bu aniq. Shunday. Lekin sun'iy intellekt kimnidir kelib uni ishini qilmaydi hech qachon. Chunki baribir oxir oqibat insoniy tushunchalar bor. Ya'ni bu o'sha emotsional intellekt, bu o'sha yumshoq ko'nikmalarga ega bo'lgan, ya'ni va insoniy muloqotda albatta bu o'sha kinestetik deydi, kinestetik yondashuv, ya'ni o'qituvchini hech qachon sun'iy intellekt joyini almashtirmaydi. Ya'ni robot kirib ham sinf rahbari bo'lib, ham bolalarga qanaqadir insoniylik haqida qanaqadir bir nima deydi, o'sha o'zini emotsional his-tuyg'ularni bera olmaydi. Buni faqatgina inson beradi. Lekin sun'iy intellekt bilan do'stlashgan inson yaxshi kadr sifatida ish olib boradi. Qisqa qilib aytganda, sun'iy intellekt bu kerak va universitetlar bunga taqiq qo'ymaslik kerak. Faqatgina sun'iy intellektni chegaralari bo'lishi kerak. Bu juda ham muhim. Endi bu yangi bir bizni hayotimizda bir mahsuloti bo'lganligi uchun hali ham dunyoda sun'iy intellektni chegarasi qayergacha degan tushuncha yo'q-da. Masalan, referat necha foizi sun'iy intellekt orqali yozilishi kerak, masalan. Mana shu narsalar. Buni menimcha asta-sekinlik bilan insonlar bunga ham qanaqadir bir yechim topishadi. Chunki o'qimaydigan tambal bir talabani sun'iy intellekt orqali yozgan referatini o'qituvchi juda osonlik bilan payqashi mumkin deb o'ylayman. Albatta. Javobingiz uchun rahmat va bizda keyingi savol AI, ya'ni sun'iy intellekt davrida ideal talaba qanday bo'lishi kerak sizningcha? Qarang, hozir hamma narsa raqamlar bilan belgilanadi. Ya'ni insonlarning qo'lida, ya'ni umuman ma'lum bir masalada qaror chiqarishda sizni qo'lingizda raqamlar bo'lishi kerak, tadqiqotlar, so'rovnomalar bo'lishi kerak. Shundan keyin data tahlillarni qilib, analizini qilib, qanaqadir fikr bildirish mumkin. Ya'ni so'nggi so'rovnomaga ko'ra sun'iy intellektni bilgan xodimlarni butun g'arb davlatlarida oyligiga ustama qo'shilyapti hozir. Ya'ni bu rezumelarda bu narsa yoziladi. Ya'ni sun'iy intellektni bilgan ma'lum bir xodimni ikkalasi ham bir xil ishni bajarsa, lekin agar bittasi sun'iy intellekt bilmasa, bittasi bilsa, unga qo'shimcha ustamalar qo'shilyapti. Va tahlillarga ko'ra 2030-yilgacha juda katta kompaniyalar katta investitsiya kirityaptiki, o'sha an'anaviy ravishda ishlab kelgan xodimlarini sun'iy intellekt bilan o'sha kompetensiyasini oshirish uchun qo'shimcha malakaviy o'sha kurslar, boshqa seminarlar va amaliyotni tashkillashtirish uchun pul ajratishyapti. Ya'ni bu o'z-o'zidan shuni ko'rsatyaptiki, juda katta kompaniyalar kelajakda sun'iy intellektni bilgan xodimlar bilan ishlash niyati borligini ko'rsatyapti. Demak, sun'iy intellekt bu avvalambor insonni, masalan, o'sha tanqidiy fikrlash deydigan bo'lsak, tanqidiy fikrlarini rivojlantiradi. Sun'iy intellekt bu insonni kelajakdagi o'sha bashoratini tezlashtiradi. Bu juda ham muhim narsa hisoblanadi. Sun'iy intellekt bu o'ta katta o'sha data tahlillarini qila oladigan bir platformaga aylanyapti. Shuning uchun men o'ylaymanki, sun'iy intellekt bu kelajak va sun'iy intellekt bu universitetlarni dasturlariga kiritilishi kerak va sun'iy intellekt bu men o'ylayman maktablarda ham ma'lum bir dars soatlariga qo'yilsa, bu
masalan inson omili va umuman xato qilish o'sha algoritmlarni kamaytiradi. Bu juda ham muhim hisoblanadi biz uchun. Chunki masalan mana o'sha ba'zi zavodlarda ma'lum bir tonna xomashyodan agar noto'g'ri bir ish qilinsa, siz 1 tonna xomashyodan masalan 500 kilo mahsulot oladigan bo'lsangiz, xato bilan bu 100 kilo, 200 kiloga tushishi mumkin. Sun'iy intellekt davrida masalan o'sha nima deydi? Inson omilini o'sha xato qilish koeffitsiyentini tushirib, o'sha brak xomashyoni o'sha xato tufayli chiqadigan xomashyoni o'sha foizini ham tushirib, zavod fabrikalar ham masalan o'sha foydasini oshirishi mumkin. Bu dinamikaga juda ko'p xorijiy zavod fabrikalar o'tib bo'lgan. Shuning uchun men o'ylaymanki, sun'iy intellekt bu bizning hayotimizning bir parchasi bo'lib qoladi. Demak, sizningcha sun'iy intellekt davrida ideal talaba mana shu sun'iy intellektni barchasini bilishi kerak bo'ladi. Sun'iy intellekt davridagi ideal talaba to'g'ri, ya'ni ideal so'zni o'zi hozir prototipi juda ham o'zgarib ketdi-da, bilasiz. Masalan, bir 10 yil oldin ideal talaba deganda masalan ma'lum bir davlat mukofoti sohibi, butun masalan o'sha oraliq yakuniy nazoratlardan faqat yuqori darajaga o'sha ballarga ega bo'lgan, masalan agar 10 ballik tizim bo'ladigan bo'lsa, butun darslarni 10 ballga topshirgan, universitetni ma'lum o'sha ma'naviy tadbirlarga qatnashgan, ma'lum bir faxriy yorliq olgan, shunaqa talaba tushunilardi-da. Ideal talaba oldingi paytda. Hozir endi ideal talaba deganda bu progressiv dunyo bilan, progressiv hayot bilan hamnafas bo'lgan talaba deb tushunaman. Chunki buni hayot ham ko'rsatyapti. Masalan, o'sha qizil diplomga ega bo'lgan talaba ba'zan ishsiz qolishi mumkin. Lekin o'rta yoki o'rta, ya'ni o'ta zaif emas, o'rta baholarga o'qigan talaba, lekin dunyoni kelajagini ko'ra oladigan, ya'ni dunyodagi trend nima hozir? Ya'ni hozirgi vaqtda bu masalan o'sha tanqidiy fikrlash, bu o'sha datalarni tahlil qila oladigan talaba, sun'iy intellektni o'ta kompetensiya holatda ishlata oladigan talaba, masalan mana bu Word, Excel'larda yaxshi ishlay oladigan talaba. Hozir kelajak shular bilan. Chunki bilasizmi, ideal talabani kim belgilaydi? Qiziq savolda. Ideal talabani agar universitet belgilaydigan bo'lsa, bu biz uchun ideal talaba. Chunki qizil diplom bilan bitirgan, butun o'sha ma'naviy tadbirlarga qatnashgan. Lekin ish beruvchi unga ish bermasa, o'rtada bir dilemma bor, paradoks bor. Ya'ni ideal talaba universitet nigohida mana shu indikatorlarga ega, lekin ish beruvchi unga ish bermaydi, ishga olmaydi. Chunki nima uchun? Chunki bu talaba ish beruvchini muammolariga yechim taklif eta olmaydi. Hozir ishga kirishning eng asosiy haligisi indikatori siz ish beruvchini muammolariga qanday yechim bera olasiz. Agar siz yechim bera olmasangiz, hozir ish beruvchini sizni diplomingiz ham qiziqtirmaydi hozir. Masalan, mana o'tgan yil davlatimiz rahbari juda yaxshi narsani aytdilar. Bundan buyoq qayerni bitirganligi emas, nima qila olishi muhim bo'ladi va rezyumeda qayerda ishlagani emas, onlayn nima mahsulotlari bor, ya'ni onlayn portfoliyosini ko'rish muhim bo'ladi. Bu nimadan dalolat beryapti? Masalan, siz oldin ma'lum bir nufuzli universitetni bitirib, sizni bilimingizni hech kim tekshirmay turib, istalgan joyga sizni ishga qo'yishardi. Hozir u davr o'tib ketdi. Ya'ni sizni nufuzli universitetda o'qishingiz muhim emas bundan buyoq. Sizni ishga olgan insonni muammolariga qanaqa yechim bera olasiz? Mana bu ideal talaba. Va bu ideal talabani hozir kim shakllantiryapti? Sun'iy intellekt. Chunki universitetni indikatorlari ish beruvchini qiziqtirmaydi. Shuning uchun bizda 400 ming kishi ishsiz. Nima uchun? Chunki mumkin o'sha ishsizlar orasida minglab talaba universitet nigohida iqtidorli talaba edi va ideal talaba edi. Qarang. Lekin ular universitetni tugatib
devorni sakrab o'tishgandan keyin real dunyoga ular ishsiz qolishdi. Nima uchun? Chunki ular o'sha bozor talab qilgan ko'nikmalarga ega emas. Ulardan birinchisi sun'iy intellekt. Chunki sun'iy intellekt kompetensiyasi bo'lgan inson vaqt va makon tanlamaydi. Ya'ni uydan turib Avstraliya bilan ishlashi mumkin va buni mana hozir bu sohada hozir Filippin davlati o'ta ilg'or hisoblanadi. Tasavvur qiling, ya'ni Filippindagi yoshlar o'tirgan joyda Amerikani, masalan, o'sha yoqilg'i quyish shoxobchalarini boshqaradi. Kassalarni boshqaradi. Filippindagi talabalar Yaponiyadagi magazinlarni boshqaradi. Tasavvur qiling. Yaponiyada o'sha magazinlardagi robotlarni Filippindan turib boshqarishadi. Ko'ryapsiz? Mana ideal talaba. Biz agar o'zimiz Toshkentda yashab turib agar ishsiz qoladigan bo'lsak, shunda savol paydo bo'ladiki, ideal talaba kim? Qizil diplom olib ishsiz qolgan talabami? Yoki dunyo talab qilgan texnologiyalarga ega bo'lgan, lekin masalan 4-5 ga o'qib yurgan talabami ideal? Tushunarli. Xo'p, keyingi savolimiz. AI talaba hayotida qanchalik muhim? Ya'ni AI talaba hayotida qanchalik muhim? Bu ularni dangasa qilib qo'ymayaptimikan degan savol. To'g'ri. Bu Garvard qilgan 4 ta muhim indikator bor-da. Biz odatda masalan Garvard deganda o'ylaymizki, ular ilk boshdan shu universitet qurilgan davrdan o'sha cho'qqiga yetishgan-u Garvard bo'lib 200 yil davom etgan. Yo'q. Boshida ochilganda ular ham o'rta miyona yoki hech kim tanimaydigan universitet. Lekin Garvardni bugungi holatga olib kelgan 4 ta masala bor. Birinchisi bu intizom. Ikkinchisi bu raqobatdan qo'rqmaslik. Uchinchisi bu o'zini ustida ishlash va to'rtinchisi mas'uliyat. Qarang, 4 ta muhim komponent Garvardni bugungi kunga olib kelgan. Xo'p, ulardan bittasi o'zini ustida ishlash. Nima uchun? Chunki agar talaba to'laligicha ChatGPT ga asoslanib o'zini ustida ishlamasa, ertaga u talabani bozor qiymati tushib ketadi. Masalan, agar bu yil u ma'lum ma'noda bir 5 millionlikka ishlaydigan bo'lsa, o'zini ustida ishlamasa, raqobatdan qochsa, keyingi yiliga unga hech kim 5 millionlik bermaydi. Chunki uni ishini ChatGPT yoki sun'iy intellekt qiladi. Va talaba o'z-o'zidan keyingi yil ishsiz qolishi mumkin. Shuning uchun faqatgina ChatGPT ga asoslanib, xuddiki ChatGPT ni boshqaradigan, u boshqaryapti degan qanaqadir his-tuyg'u beradigan bo'lsa ota-onasiga yoki o'sha do'stlariga, u bolalar, u talabalar ishsiz qoladi kelajakda. Ya'ni sun'iy intellekt bu juda muhim omil, lekin sun'iy intellektda hamnafas rivojlanish kerak. Bu juda ham muhim. Ya'ni insonni eng katta o'zi uchun qiladigan narsa bu o'z-o'ziga sarmoya kiritishi, ya'ni bilim jihati bilan. O'zini ustida ishlashi, yangiliklardan qo'rqmasligi, raqobatdan qochmasligi va kelajak kasblarni egallashi kerak. Bu juda ham muhim. Chunki hozir o'ta progressiv yoshlar yetilib kelyapti. Ya'ni ertaga bu inson ishsiz qoladi 100%. Da, bu kun masalan uni qaysi bir muammolarni ChatGPT yoki sun'iy intellekt hal qilishi mumkin. Lekin ertaga hal qilmaydi. Chunki sun'iy intellektning o'zi rivojlanib ketyapti. Ya'ni sun'iy intellekt bu kun, ya'ni jaydarcha qilib aytadigan bo'lsak, tishi o'tmaydigan masalalarda uni ustida algoritmlarda masalan mutaxassislar ishlayapti. Keyingi yilga shu masalalarni ChatGPT osonlik bilan hal qiladi. Demak, biz sun'iy intellektga moslashishimiz emas, biz sun'iy intellekt kelajakda nimani qila oladi, biz shunga moslashishimiz kerakki, ishsiz qolmasligimiz uchun. Ya'ni bu bashorat, bu juda ham muhim hisoblanadi. Chunki men o'ylaymanki, to'laligicha sun'iy intellekt bu bizni qutqaruvchimiz. Shu bilan biz bo'ldi, endi butun hayotimizni barqaror yashaymiz degan tushuncha noto'g'ri. Va har bir talaba o'zini ustida ishlashi kerak va bo'ladigan voqealarni o'ta sinchkov bilan tahlil qilish kerak va unga tayyor turish kerak. Bu juda ham muhim. Ya'ni
nimani o'rganishni nimani o'rganishni va qanday o'rganishni bilgan talaba ham aslida kelajakda masalan bitta o'sha ideal talabaga aylanishi mumkin. Chunki 30 yil oldin talaba har narsani o'rganish kerak edi. Ensiklopedik bir bilimga ega bo'lish kerak edi. Chunki butun masalan o'sha kitoblarda, konspektlardagi ma'lumotlar talabani mana shu miyasida bo'lish kerak edi. Hozir u davr o'tdi ketdi, ya'ni siz masalan o'ta katta ma'lumotni miyada saqlash kerak emas. Buning uchun hard disklar bor, datalar bor, sun'iy intellekt bor. Lekin datani tahlil qilish, kelajakka prognoz qilish bu algoritmlar muhim hisoblanadi. Shuning uchun men o'ylayman, har bir talaba sun'iy intellekt bilan do'stlashish kerak, lekin o'zini ustida ishlab, raqobatdan qochmaslik kerak. Bu Garvardning asosiy shiorlaridan bittasi. Agar Garvard bu yil qanaqadir Nobel mukofotiga sazovor bir professorni haligi yetkazgan bo'lsa dunyoga, shu bilan to'xtamaydi. Ya'ni ular masalan o'sha fanni, bilimni, innovatsiyani chegarasi bizda yo'q deyishadi ular. Yana borishadi. Ya'ni ilm shu bilan rivojlanadi. Shuning uchun men o'ylaymanki, raqobatdan qo'rqmaslik va o'zini ustida ishlaydigan talabalar, ular haqiqiy ideal talabalar bo'lishi mumkin. Xo'p, navbatdagi savolimiz. Talabalarni o'z sohasida yaxshi kadr bo'lishi uchun universitetlar dars jarayonlariga AI, sun'iy intellektni qanday integratsiya qilish kerak? Misol uchun, imtihonlar formatini o'zgartirish kerakmi yoki AI ga bog'liq bo'lgan yangi fanlar o'qitish kerakmi? Juda nima deydi, dolzarb savol. Dolzarb. Men yana bunga qo'shimcha bir savol qo'shgan bo'lardim. Imtihon o'zi kerakmi? Imtihon o'zi kerakmi? Ya'ni biz hozir imtihon formatini o'zgartirish kerakmi degan savolga men umuman tubdan bir savol so'rab, tubdan uni o'zgartirardim. Umuman imtihon kerakmi? Chunki imtihon bu talabani aqlida, miyasida bor bo'lgan ma'lumotlarni baholaydigan, buni tekshiradigan instrument hisoblanadi. Shunday. Ya'ni biz o'sha semestr davomida talabaga berilgan ma'lumotni yetkazamiz va shu ma'lumotni biz nuqta virguligacha olib tekshirib, ya'ni buni tahlilini so'ramaymiz, tanqidiy fikrlashini so'ramaymiz, buni amaliyotini so'ramaymiz, buni qanday tatbiq etishini so'ramaymiz, lekin aynan o'sha ma'lumot o'qituvchi qanday yetkazgan bo'lsa, talaba imtihonda buni shunday o'qituvchiga yetkazib berish kerak. Shuning uchun g'arb universitetlarida qarang, qiziq, universitetlar talabani imtihon qaramligini tushirishgan. Ya'ni masalan oraliq va yakuniy nazoratdan o'tmagan talabalar ham qarang, agar u o'sha semestr davomida berilgan boshqa topshiriqlardan a'lo darajada o'tsa, imtihonlardan yiqilsa ham semestrni ular yopishadi. Chunki Yevropa davlatlari uchun ensiklopedik ma'lumotga ega qanaqadir robot talaba emas, ma'lumotlarni miyasida saqlay oladigan, ya'ni terabaytlar ma'lumotlarni saqlaydigan talaba kerak emas ularga. Ularga ozgina ma'lumot bo'lsa ham shuni tatbiq eta oladigan, amaliyotda qo'llay oladigan, shu ma'lumotning nima ekanligini bilgan talaba kerak. Buni qanday tekshirish? Imtihonni tekshira olmaysiz buni. Ya'ni imtihonlar bu xotirani o'lchaydigan instrument deyman hamma vaqt. Chunki tasavvur qiling, siz ertalab uydan chiqib imtihonga boryapsiz, qanaqa noxush hodisa bo'ldi. Yoki masalan kimdir telefon qilib sizga masalan noxush xabar yetkazishi mumkin. Shunda biz tirik organizm, miyada bo'ladigan o'sha psixologik jarayonlar oqibatida inson ba'zan bor bo'lgan ma'lumotni ma'lum bir davr ichida unutib qo'yishi mumkin. Ya'ni hayajon bo'lib, masalan juda ko'p masalan men insonlarni uchratganman, hayotda bulbuldek sayraydi. U yerda ko'p ma'lumot bor, shu gapirma desam gapiraveradi. Lekin shu qaysi bir elchixonaga borsa yo elchi bilan yo konsul bilan uchrashganda o'sha viza olgan davrda o'sha konsulni haybatini ko'rib, hayajonlanib, o'zrayib, qizarib, butun ma'lumotni esdan chiqib, hech narsa ayta olmaydi. Holbuki u butun ma'lumotni yodlab kiradi. Shuning uchun men o'ylayman, imtihon
umuman bizga kerakmi, kerak emasmi? Ya'ni talabani biz 30 yil davomida imtihondan o'tkazdik, lekin ko'ryapmiz ta'lim sifati qay darajada o'zi. Ya'ni butun imtihonlardan o'tgan talabalar ishsiz qolyapti. Shunda savol paydo bo'ladiki, agar imtihonlar talabani ishga kirishga yordam bermaydigan bo'lsa, unda nima uchun kerak imtihonlar? Shuning uchun men shunday aytgan bo'lardim, to'g'ri, imtihon formatini o'zgartirish kerak. Ya'ni biz bilgan o'sha an'anaviy format umuman kerak emas deb o'ylayman. Ya'ni darsga kirib, oraliqda o'tirib nimadir yozish emasi, ko'proq o'sha semestr davomida ma'lum bir kitobni boblari, ma'lum bir masalan o'sha darsni, syllabusni ichidagi o'sha yo'nalishdagi darsni muhim qismlarini talaba hayotida tatbiq eta olsa, qanaqadir loyiha ustida ishlasa, jamoaviy loyihalar tuzishsa, shuni tarafdoriman. Demak, AI aynan mana shunaqa nima deydi, nazariy bilimlarni amaliy bilimlarga aylantirishda AI ko'p yordam beradi. Sun'iy intellekt ko'p yordam beradi. Shuning uchun men shuni tarafdoriman. Imtihon formatlari albatta o'zgarishi kerak va sun'iy intellekt bu syllabuslarga kiritilishi kerak. Ya'ni tasavvur qiling, masalan, siz talabalarga referat topshiriq beryapsiz va u yerda ko'rsatib o'tyapsizki, referatni masalan 40% sun'iy intellekt yordamida shakllantirilishi kerak. Birinchidan talaba, bilasizmi, hozirgi davrda biz sun'iy intellektda gapiryapmiz, lekin shunday savol paydo bo'ladi. Necha foiz talaba hali ham texnologiya bilan do'stlashmagan? Oddiy prezentatsiya qilishni, yasashni bilmaydigan talabalar bor. Excelda, Wordda ishlay olmaydigan talabalar bor. O'qituvchilar ham bor. Biz hozir global AI haqida gaplashyapmiz, lekin oddiy elementlarni bajara olmaydigan talabalar ham bor. Demak, sun'iy intellekt bu syllabuslarga kiritilishi kerak, chunki talabalar o'sha texnologiya bilan do'stlashishi kerak. Chunki sun'iy intellekt hozir biz bilganimiz kelajak. To'g'ri, yaqin oralarda boshqa platformalar, boshqa masalan o'sha sun'iy intellektdan ham kuchli qanaqadir bir nima deydi, qandaydir bir instrumentlar chiqishi mumkin, uni bilmaymiz. Lekin hozirgi davrda sun'iy intellekt biz bilgan sun'iy intellekt. Shuning uchun to'g'ri, bu dars, ya'ni dars jarayoniga kiritilishi kerak, syllabuslarga kiritilishi kerak va imtihon formatlari shaxsan mening fikrim tubdan o'zgarishi kerak. Ya'ni oraliqdan yuqori ball olgan, yakuniydan yuqori ball olgan, lekin ishsiz yurgan, bilimini tatbiq eta olmaydigan 100 minglab talabalar bor. Tushunarli. Javobingiz uchun rahmat. Bizda navbatdagi savol. Sun'iy intellekt hard skillsda oldinda bo'lsa, universitetlar talabalar uchun soft skillsni rivojlantirishga qaratilgan fanlarni ko'paytirish kerakmi? Hozir jarayon shunga ketyaptiki, soft skilllar haqiqatan o'ta muhim hisoblanadi. Soft skilllar bu kelajak va masalan o'sha emotsional intellekt soft skillni bir turi hisoblanadi. Shuning uchun men o'ylayman, universitetlarda butun o'quv rejalari, syllabuslar aynan soft skilllarni rivojlantiradigan platformalar bazasida qurilishi kerak. Va dars jarayonining maqsadi ham masalan sentyabrda boshlanadigan darslarni dekabrda tugatadigan bo'lsak, oxir-oqibat masalan 4 oy davomida talaba qanaqa soft skilllarni o'rganadi. Bu darslarga kiritilishi kerak deb o'ylayman. Chunki bu kelajak. Ya'ni bundan qochib qutula olmaymiz. Chunki masalan o'sha introvert, o'zini ifoda eta olmaydigan, masalan insonlar bilan o'tirib muzokara qila olmaydigan, masalan o'zini dardini tushuntira olmaydigan xodim qanday qilib masalan oilasini, vatanini himoya qila oladi? Ya'ni stol atrofida deyapman, qanaqadir bir konfliktlarda emas. Chunki muzokara qilish taktikasi, prezentatsiya qilish taktikasi, ya'ni o'sha siz haq deb bilgan masalalarda kimnidir aytaylik bunga ishontirish, bular juda muhim ko'nikmalar hisoblanadi. Va men o'ylaymanki, hozir butun dunyoda bor bo'lgan asosiy muammolar bu insonlar orasidagi stereotiplar. Bu stereotiplar afsuski insonlarni bir-biri bilan muloqot qilmasligidan paydo bo'lyapti. Hozirgi davrda afsus, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarni
nima deydi, noto'g'ri foydalanish oqibatida insonlar ko'proq ijtimoiy tarmoqlar orqali gaplashishadi, hayotda emas. Hayotda emas. Bu esa insonlarni bir-biridan o'sha sovushi, bir-biriga bo'lgan nafrati va buni hozir oilalarning tarqalishi, ijtimoiy katta bir xaosga olib boryapti. Chunki virtual dunyoda o'zini hayotini qurgan inson real hayotdan uzoqlashyapti. Va mana hozir ko'ryapmizki, afsus, ba'zi bir ilg'or davlatlarda robotlar bilan turmush quradigan insonlar ham bor hozir. Ya'ni bular sekinlik bilan o'sha insonlardan ololmagan soft skilllarni robotdan olgani uchun ular robotga mehr o'shyaptiki, insonga emas. Shuning uchun men o'ylaymanki, soft skill bu juda muhim element hisoblanadi va bular albatta o'sha dars jarayoniga kiritilishi kerak. Bu kelajagimiz. Chunki aslida bizni o'zbek qadriyatlarida o'sha ajdodlarimizda soft skilllar o'ta rivojlangan bo'lgan. Masalan, biz o'sha tarixiy buyuk siymolarni ko'radigan bo'lsak, buni hozir g'arb terminologiyasida bunga soft skill deyishadi, yumshoq o'sha ko'nikmalar. Bu bizni buyuk tarixiy siymolarda bor bo'lgan qadriyatlar bo'lgan. Vaqtida bu unutilgan. Hozir bizga endi g'arbdan kelgan texnologiyalar orqali biz buni xuddi bir yangitdan kashf etayotgan insonga o'xshab qolyapmiz-da. Chunki bu unutilgan meros. Shuning uchun men o'ylayman, soft skilllar bu juda muhim va bu universitetlarda butun o'sha jarayonda tatbiq etilishi kerak. Javobingiz uchun rahmat. Savollarimiz shuning bilan o'z nihoyasiga yetdi va podkastimiz so'ngida esa hozirgi talabalarga o'zingizni maslahatingizni va tavsiyangizni bersangiz. Bizni ko'rib turgan talabalar uchun albatta. Hozirgi talabalarga tavsiyam shundan iboratki, bugun kun bilan emas, kelajak bilan yashashlari kerak. To'g'ri, bugun siz qandaydir bir yutuqqa ega bo'lishingiz mumkin. Masalan, qaysi bir aytaylik musobaqada g'olib chiqdingiz yoki darslaringiz o'ta yuqori ballarga o'sha o'zlashtirdingiz yoki qanaqadir bir yangi ish topdingiz. Bu juda yaxshi muvaffaqiyatlar va bugunni masalan o'sha sizga bergan yutuqlari. Lekin bu bilan to'xtamaslik kerak, chunki dunyo shiddat bilan o'zgarib ketyapti. Kelajakda bo'ladigan voqealar aynan siz bugun qay darajada o'zingizni kelajakka tayyorlashingiz bilan bog'liq hisoblanadi. Va eng muhim narsa bu umidsiz bo'lmaslik kerak. Chunki umidsizlik bu insonni o'ta qo'pol xato va gunohlariga sabab bo'ladigan bir illat hisoblanadi. Umidsiz inson har bir ishni qiladi. Raqobatdan qo'rqmaslik kerak. Eng muhimi mas'uliyat va deadline'lar. Men bilaman, talabalarda eng katta muammo bu deadline'larga rioya qilmaslik. Ya'ni sentyabrda beriladigan vazifani o'sha dekabrgacha sudrab yurgan talabalar bor. Bir kun qolganda o'tirib referat yozadigan talabalar bor. Demak, deadline juda muhim hisoblanadi. Deadline fundamental asosi bu intizom hisoblanadi. Ya'ni inson agar o'zini intizomli deb bilsa, bu hayotni bir nima deydi, qandaydir bir an'anasiga aylanadi va siz o'ta professional va o'ta intizomga asoslangan shaxs sifatida boshqalarga o'rnak bo'la olasiz. Bu juda ham muhim. Ya'ni tasavvur qiling, intizom bu so'zning ustidan chiqish, to'g'ri? Bizni ajdodlarimiz, bizni qadriyatlarimizda so'z bergandan keyin bajarilish kerak. Chunki bajarilmasa ishonch yo'qoladi. Siz o'ta kuchli, kompetent xodim bo'lishingizga qaramay sizni hech kim ishga olmasligi mumkin. Chunki siz agar buyuk me'mor bo'lib, ishni vaqtida yetkaza olmasangiz, siz ish beruvchi katta zarar bergan bo'lasiz. U 4 oyda bitiradigan loyihani siz 6 oyda bitirasiz. Qancha bu keraksiz xarajatlarga sabab bo'ladi. Shuning uchun hozirgi davrda o'ta kompetent xodim sifatida maqtanmaslik kerakki, agar sizda intizom bo'lmasa. Deadline'ga so'zga rioya qilmaslik. Mana shularni men tavsiya etgan bo'lardim. O'zlari ustida ishlashlari kerak va imkon qadar xalqaralashuvning bir parchasi bo'lgan, masalan, ko'plab xorijiy tillarni o'zlashtirishlari kerak imkon qadar.
Va albatta masalan jamiyatni rivojlantirishda o'zlarini hissalarini qo'shish kerak. Bu ijtimoiy sarmoya deyishadi. Shunday. Mani ham masalan shu olim fondida qatnashishim bu ijtimoiy sarmoya. Ya'ni men Xudo bergan o'sha Xudo tomonidan lutf qilingan menga ko'nikmalarni, bilimni jamiyatni rivojlanishi uchun qo'shyapman. Demak, talabalar ham shunday bo'lishi kerak. Ya'ni o'zlashtirgan bilimi o'zida qolib ketmaslik kerak. U kimgadir yetkazish kerak. Buni nomi aqlni zakoti deyiladi. Ya'ni Xudo bergan o'sha aqlni zakoti sifatida biz o'sha bilimni kimgadir ulashamiz. Tavsiyalarim shundan iborat. Rahmat. Bugungi suhbat uchun sizga tashakkur bildiramiz va mana shu berilgan savollarga ko'rib turgan talabalarimiz to'liq ravishda javob olishda umidamiz va sizga ishlaringizga rivoj, sog' salomatlik tilab qolamiz. Salomat bo'ling. Taklif uchun rahmat. Talabalarga omad tilab qolaman. Salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat.